Assalomu alaykum. Kechasidan mahsulot olgandim, uyga borsam ishlamayapti. Shuni almashtirib bering. Zo'r almashtirib bera olmaymiz buni. Bir kundan keyin olib kelasiz u buni. Bunaqa bo'lsa pulni qaytarib berishingiz kerak. Nimaga ekan? Iste'molchilar huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga asosan sotuvchi nuqsonli tovarni boshqasiga almashtirib berish kerak, pulni qaytarib berish kerak yoki ta'mirlab berish kerak. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, menda mahsulotni qaytarib berish yoki pulimni qaytarib olish huquqi bor. Siz buni kecha olib ketgansiz. Bu o'sha ishlatilgan hisoblanadi. Agar mahsulot ishlab chiqaruvchi nuqsoni tufayli, ya'ni zavодской brak bo'ladigan bo'lsa, 10 kun ichida almashtirib berishingiz kerak. Balki buni buzib qo'ygandirsiz. Bunaqa ayblashingiz noqonuniy. Men mahsulotni ekspertizaga beraman. Agar meni aybim bilan bo'lmagan bo'lsa, buzilish qoladi. Menga almashtirib berishga yoki pulimni qaytarishga majbursiz. Rostdan to'g'ri gapiryaptilar shekilli. Agar nizoni o'zaro hal qila olmasak, men bu masala bo'yicha iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatiga yoki sudga murojaat qilaman. Qonunga rioya qilib ishlasangiz, mijozlaringiz ham ko'p bo'ladi. To'xtang, shoshmay turing.